Assalomu alaykum, hurmatli gruppa a'zolari. Yana blok uskunasi bor bizlarda toza. Andijondan oldirib berdik buni ishlatamiz deb. Ishchi topilmadi, ishlatmadik. Shuna yotibdi yana. Hali ishlamagan. Shu ustoz kelib uyratib ketgan holida turibdi. O'rgatib berdi bizaga. 2ni 3ni chiqarib berdi. Shundan beri garajda yotibdi bu narsa. Top-toza hali bu ishlatilmagan. Videoni mening bachog'am turibdi. Yana bu yerda o'zining nasi, yani geli, chelak ichida geli boyna. Bana shu o'zida genni turibdi hali. Hop. Tayyor biznes. Kim agar qiziq odam bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bahasi 10 million so'm. Bu so'nggi oxirgi chiqqan modeldagisi bu. Bellar yozdirilib. Xullas men tushunimman. Bir ballar ishonib oldirdik buni, ular ham chetga ketib qoldi. Shu bilan qolib ketdi bular. Tayyor biznes etaman deylar uchun pena blok uskunalari bor, xudo xolasa.